Assalomu alaykum Chirchiq Qibray bola hovuz mijozlari. Mana bola hovuz ma'muriyati va Shamshod aka va'da qilgandek, bola hovuz nomidan katta plazmik televizor va bitta odam xursand bo'lsin deb mana yana bitta ayiqcha olib qo'ydik. Mana 8-martga o'tdi. Onajonlarimizni, singillarimizni bayramiga chiroyli qilib sovg'a qilsanglar bo'ladi. Balkim kelagiga. Erkak kishi yutsa-chi? Erkak kishi yutsa singlisiga berishi mumkin. Hozir mana chiqqan Instagram akkaunt televizor yutib oladi bola hovuz nomidan. Guli Arra 6017. Ko'rsam yo'qqa. Tochkasi ham bor ekan. Mana Instagramga yaqin olib kelib ko'rsatamiz. Tilzir yutdilar. Guli.arra 6017. Tanishinglar bo'lsa, bemalol bola hovuzga kelib, katta plazmik televizor sovg'asini olib ketsa bo'ladi. Hozir bola hovuz Instagramidan aloqaga chiqamiz. Gap yo'q. Qara ismini o'qitamiz. Rozmetova Z.U.L.A. To'g'ri, balki opamiz, balki singlimiz bola hovuz ma'muriyati nomidan ayiqcha yutib olmalar. Hozir aloqaga chiqamiz. Bemalol kelib olib ketsalar bo'ladi. Chirchiqdan, Qibraydan qaysi filialga yaqin bo'lsa. Rozmetova chiziqcha Zuliya. Qolamiz Chirchiq Qibray bola hovuzga kelaveringlar. Faqat chiroyli ovqatlarni, mazali ovqatlarni yeysizlar. Faqat obuna bo'lib qolishingizdan chiqmasin. Chirchiq Qibray bola hovuz hammalarni yaxshi ko'radi. Rahmat. Assalomu alaykum bola hovuz mijozlari. Qibray Chirchiq Instagramga obuna bo'lib qo'yasiz, bitta like bosasiz, report qilib yaqin insoningizga yuborib qo'yasiz. Balki siz ham savobga sherik bo'lib qolishingiz, yuborgan insoningizni yutishingiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz Qibray Chirchiq bola hovuzga.